Hamda Girgitton akani profilini ko'rdingizmi? Kontentlarni yoryaptilar. Bizda yangi rubrika o'zini sahifasini chiroyli yuritayotgan va zo'r sotuv qilishi mumkin bo'lgan insonlarni tahlil qilishni boshladik. Videoni boshidan like bosib qo'yish esdan chiqardi. Bu pardalarimizni turistik Chanel'dan qildik. Katsosi original. Hammamiz onalarimizga shunaqa xonalar nasib qilsin. Qarang xonalarni, hamma komfort shu yerda. Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldirib qo'yasizlar. Shunaqa mutaxassislar o'zini blogini yuritayotganini ko'rganimda ochig'i rosa xursand bo'laman. Agar har bitta sohadan bir nechta mutaxassislar chiqib, Instagramda o'zlarini faoliyatlarini xuddi shu okiga o'xshab ko'rsatib berishni boshlashsa, bilasizlarmi nima bo'ladi? Instagramda bema'ni, betayin, g'irt foydasiz kontentlar qolmaydi. Hamma joy foydali kontent bo'ladi. Foydali kontent ko'paysa, hamma juda ham tez rivojlanadi. Bu Instagramda o'tkazayotgan vaqtimiz ham unumli o'tadi.